Bir pil hortum bilan 1 tonlik mashinani osonlik ko'tara oladi. Lekin pillar kichik vaqtidan boshlabla ko'ndirilishga boshlangan bo'lib, qutiga inchki zanjir selindi. Ammo pil bolsi ham kichik, ham ojiz bo'lg'achqa, qancha tirkashsimi bu inchki zanjirni uzishga kuch yetmaydi. Shuning bilan barbara zanjirni uzishga urinish qitim sonimi ozaydi. Ang oxirida butunlay voz kechib, inchka zanjirlarga tan berdi. Keyincha balog'at ketib, qancha kuchli bo'lib ketmasin, uning kallasiga o'rnab ketgan, "Men bu zanjirni qanday qilsam uzolmayman" degan fikr mengisiga o'rnab ketdi. Buning bilan u hayoti bo'yicha zanjirni uzishga urinmaydi. Mana bu psixologiya ilmidagi yoshirin ondagi ko'rinmas zanjirdir. Reallikdimi ko'plagan insonlarning tushunchalari, fikrlari zanjirlarga bog'langandir. Shuning uchun hayotda zehnlari ko'ndirilgan chegaralardan o'tolmaydi. Bu zanjirlardan qutulish uchun oldindan bizning qildig'imiz realligimizdagi bizni o'ziga bog'lab olgan zanjirlarni bayqab chiqishdir. Buning uchun yana bir tajribani ko'rib chiqaylik. 1967-yili professor Martin Seligman va xizmatdoshlari Pensilvaniya universitetida qo'rqish va ko'ndirilish orasidagi munosabatni qidirish uchun tadqiqot olib bordi. Bu tadqiqotda avval bir ishni tajriba qildi. Ishni qafasga solab, qo'ng'iroq chalinishi bilan uning ostidan tok o'tkazib, qochib ketishga hech imkoniyat bermadi va buni takror davomlashtirdi. Ikkinchi bosqichda qafasni ikki qismga ayirdi va o'ng tarafni tok o'tkaziladigan, so'l tarafini bexatar rayon qilib, o'ttirg'a to'siq o'rnashtirildi va ishni qafasning o'ng tarafiga qo'yib, ostidan tok o'tkazdi. Ishning bu qitim bexatar rayonga qechishga imkoniyat bo'lsa-mu, qechish uchun harakat qilmadi. Tajribaning 3-chi qismida hech tok o'tkazilib boqmagan ikkinchi ishni qafasga soldi va qafasni o'ng tarafiga qo'yib tok o'tkazdi. Ikkinchi it tezlikda to'siqdan sakrabla qafasning so'l tarafiga o'tib oldi. Aslida birinchi it burunqi mag'lubiyat o'tmishi ta'sirida baribir qocholmayman degan tushunchani odatlantirgan edi. Balki hayvonlarning bundoq inkas bo'lishi tabiiy. Chunki ularning fikrlash qobiliyati yo'q. Lekin insonlar fikrlash va bartaraf qilish qobiliyatiga ega. Shuning uchun Delni Terto insonlar buningga boshqacha inkas bo'ladi degan qarash bilan mushunga o'xshash tajribani bir guruh insonlarga elib bordi va o'xshashlar insonlar ham tushkunlashib umidlarini yo'qotdi va buningga odatlandi. Eng xatarli yeri shuki, insonlar shakllantirilgan noumidlik ruhiy taslimchilik ta'sirini boshqa insonlarga yuqtira oladi. Ular mag'lubiyat misollarini atrofdagi kishilarga so'zlab, ularni ogohlantirish, qo'rqitish orqali hech bir urinib boqmagan insonlarning harakat qilishmi g'alaba qila olmaydiganligiga qoyil qilish orqali ularning zehnlarini ruhiy tushkunlik asarida chegirlantirib, kishilarning ma'naviyatini pallashlantirishi mumkin. Tarixda Mo'ng'ullar musulmonlar diyorlarga hujum qilib, dahshatli qatlam elib bordi. Shaharlarga o't qo'yib kulga aylantirdi. Hatto taslim bo'lgan shahar aholisini inson tasavvuriga sig'movdek darajada qatl qildi. Musulmonlarning mag'lubiyat xabarlari sotqin shoir va ayg'oqchilar orqali tez suratda yer yuzini bir oldi. Musulmonlar orasida Mo'ng'ullar mag'lub bo'lmaydi, ularni o'ldirgul bo'lmaydi va yorlanmaydi so'zlari eg'izma-eg'iz ko'chib yuradi. Ibn Kasirning tarix kitobida bayon qilishicha, hatto bir Mo'ng'ul askar o'z yolg'iz holda bir to'p musulmonlarni uchratganida ularni to'xtatib joyida jim turishga buyurdi va toshlarni tepib kelib, ularning boshlariga urib o'ldirdi. Musulmonlar Mo'ng'ul askarlarga qarshi bildirish tugul, balki qochib ketishga urinmaydi. Subhanalloh. Bu vaqtda musulmonlar ruhiy tushkunlik va umidsizlikka to'lib, o'limga bosh egishdan boshqasi aqllariga kelmaydi. Odatlantirilgan chorasizlikni mustamlikchilar psixika urushlarida doimo qo'llanib keldi. Buni tumanlik tajriba orqali texim yaxshiroq yo'ritib berishga tirishaylik. Rossiya mutaxassislari burgular ustidan bir tajriba olib bordi. Avval burgularni bir aynak botilga solib, og'zini ochiq qo'ydi. Burgular uningdan odatdagidek sakrab chiqib ketdi. Chunki burgular o'zining bo'yi egizligidan 200 dasta egizlikka sakray oladi. Ikkinchi bosqichda burgular aynak botilga solinib, og'zi etib qo'yildi. Burgular botilkadan chiqish uchun yuqoriga sakrganida botilka og'ziga urilib qaytib tushdi. Orqa-marqa urinishdan kelib chiqqan mag'lubiyat natijasida amdi burunqidek sakray olmaydiganlikka ko'ndirildi. 3-bosqichda botilka og'zi ichilsa-mu, burgularning botilkadan chiqib ketolmaganligi ko'rsatildi. Chunki burgular qancha sakrasmi bu botilkadan chiqa olmaydiganlikka odatlangan va sakrash qobiliyatini yo'qotgan edi. Mana bu psixikada o'rgatilgan chorasizlik deb ataladi. Bu sinoqlar orqali agar salbiy voqealarni baholash va izohlash usuliga asosan insonlarning ko'z qarashi umidsiz bo'lsa, o'rgatilgan chorasizlikka va orqasidan tushkunlikka giribtor bo'lganligi isbotlandi. Shuningga o'xshagan umidsiz bo'lgan insonlar salbiy voqealarning davomiyligiga, uni o'zgartgil bo'lmaydiganligiga moyil bo'lishga yuzlandi.
Buni hayatımızın turli qismlarida uchratishimiz mumkin. Ügüniş jarayonidagi orqama-orqa mag'lubiyatlar yoki tijorat sohasidagi o'ng'ishsizliklar va yoki siyosiy harakatlardagi falokatlarga agar inson to'g'ri muomala qila olmaydigan bo'lsa, bizning olg'a ilgarilash va intilish qobiliyatimizni yo'q chiqarishi mumkin. Odatlangan chorsizlik bir insonning, hatto bir to'plamning olg'a ilgarilash harakat kuchini to'sqinlik uchratadi. Orqama-orqa yo'liqqan mag'lubiyat o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotish bilan birga ijtimoiy kasalliklarga olib bordi. Undaqda bugun zehnlarimizga o'rnashtirilgan chorsizlik va umidsizlik zanjirlaridan qanday qutulamiz? Muhojiratga Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzlariga qarshi qanday o'rnimizni tura olamiz? Mana bu bugungi bizning yuzlanishimiz. Realligimizga fojialarning naqadar qo'rqinchli yoki ichinishlik bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh taolaning yer yuziga o'rnatgan qoida-qonuniyatlari hech o'zgarmaydi. Bu qoidalarga amal qilgan holda umidsizlik zanjirlarini chiqib tashlaydigan bo'lsak, g'albi eshiklari bizlarga mechildi. Masalan, biz duch kelayotgan qiyinchilik yoki musibatlarda bo'lmasdan, balki uningga qanday yuzlanishimizdir. O'z vaqtida Makka mushriklari musulmonlarga qarshi qo'shin to'plaganda, Alloh taolo mu'minlar to'g'risida bunday xabar berdi. Mushriklar tarafdor bo'lgan odamlar ularga shak shubsizki, kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular Alloh bizga kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. Ummat yuz berayotgan bu zulm sistemlarga chorsizlik va qo'rqinchli his tuyg'ularini intiqom o'tiga aylantirib, jasorat bilan qadam olmaydi ekan, mo'jizalarning yuz berishini kutib, xorliq patiqiga cho'kib ketadi. Buningda qutulish yo'llari passiv tushunchalarni ijobiy fikrga almashtirish bilan boshlandi. Ma'niy kurash oson emas. U ba'zida bizdan cho'ng badal talab qiladi. Biroq bu kurashda g'alaba qilish bizga cho'nqur qanoat, o'ziga bo'lgan hurmat va haqiqiy xushallik olib keldi. Shubhasizki, faqat kofir qavmlarla Allohning rahmatidan umidsizlandi. Xulos qilib aytganda, ma'niy kurash o'zimizning eng yaxshi holatiga kelishimiz uchun qadam olgan to'xtovsiz tirishchiligimizdir. Bu kurashda har kuni kichik g'alabalarni qo'lga keltirish orqali oxirida o'zimiz orzu qilgan natijaga erisha olamiz. Shunga ma'niy kurashdan qo'rqmang. Uningga yuzlaning. Chunki bu kurash sizni texmi yaxshiroq, kuchlikroq va haqiqiy o'zingiz qiladi. Agar siz o'z da'voyingizga ega chiqib, bayrog'ingizni egiz ko'tarmaydigan bo'lsangiz, boshqalarning susqun, parvosiz eslashidan boshqa erisha olmaysiz. Shuning uchun tog'dek mustahkam qadam va ishonch bilan harakatga o'tishimiz kerak. Xuddi aytilganidek, har kishi qarshi tarafga qirg'oq o'tish uchun bir ko'rikning bo'lishini orzu qiladi. Lekin hech kim bir ko'rik yasashni o'ylamaydi. Agar siz qarshi qirg'oqqa o'tish uchun bir ko'rik yasash aqlingiz kelmasa va siz birlarining chiqib ko'rik yasashni kutayotgan bo'lsangiz, demak siz shu qirg'oqqa mahkum qilingansiz.